eng arzonida, eng arzon narxda, eng zapas xodi ko'p bo'lgan BYD Han elektromobili 2022-yil oxirida ishlab chiqarilgan, 2023 dan yangi olib haydalgan ekan. Mashina idealniy holatda ekan, 715 km zapas xodli varianti. Kraskalari top-toza ekan, mordalari polniy broneplyonka turgan ekan, 4 ta yangi balon taqib qo'yibdilar. Bor yo'g'i 26000 km yurgan mashina. Mana joylari ham laminatsiya turibdi. NFC 360, выезжающий ручка, бесключевой достуp, слепой zonalar, panoramli lyuklar hammasi bor. Tonirovka razрешениялari ham bor ekan. Salonlarning holati idealniy turibdi. Pamять сидения, DIN audio, poliklar, полный elektropaket, kojniy salon tinib turibdi. Zapas pultlari ham bor ekan, berakalla. Ichlari ham tinib turibdi. Ruskiy tekstlarda katta displeyli 26100 km bo'libdi. Mashina idealniy turgan ekan. 2022 yil oxirida chiqqan, 23-yildan yangi olib haydalgan. Hech qanaqa defekt, kamchiligi yo'q mashina ekan. BYD Han 715 kilometrligi. Eng arzonida 27500 bosib yuboringlar.